Bu videoni ko'rib hammada savol tug'ilishi mumkin. Ali qayerda yuribdi? Qaysi qishloqda? Bu qishloq emas, Bruklin shahri, McDonald's Avenue, juda ham katta avenyulardan bittasi, ya'ni ko'chalardan. Hamma o'ylashi mumkin Amerika rivojlanib ketgan, metrolar tagidan yursa kerak deb, ko'rganlaringdek tepada yuradi va bilishimcha bu metro qurilgandan buyon hech ham yangilanmagan. Va yana eng yomon tarafi, agar siz New Yorkka nogiron bo'lsangiz, hech qanaqasiga metroga chiqa olmaysiz. U yoqda ham yana u yoqda ham bekati bor. Har ikkita ko'chada o'z bekatlar bor. Yaxshi tomoni mana shunda, ya'ni 24 ga 7 ishlashida. Yaxshi tomonlari ham bor. Endi yomon tomonlariga keladigan bo'lsak, nogironlar uchun, yana bolalar aravasi bilan yuradigan ayollar uchun juda ham noqulay. Bu odamimizda faqat zina. Mana yuqoridan qaraganlaringda ham hech qanaqa lift yoki shunga o'xshagan nogironlarni olib chiqib qo'yish yo'lakchasi yo'q. Lift yo'q. Bu yoqda ham, bu yoqda ham. Bundan bilet olsangiz bo'ladi metroga chiqish uchun. Yoki bo'lmasa har qanaqa debit karta orqali to'lab o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni Google Pay, Apple Pay, GCB, United Pay va Visa. Mana ko'rib turganlaringdek, umuman lift yoki shunga o'xshash narsa mavjud emas. Yomon tomonlardan yana bittasi, bu juda ham shovqin. Siz u yoqda yashaysizmi yoki bu yoqda yashaysizmi? Men o'zim mana bu maktabda orqada ikkita ko'cha u yoqda yashayman. O'sha yergacha ham ovoz boradi. O'ynani kirligini ko'ryapsizlarmi? Mana ko'rib turganlaring ham qanaqadir bezak emas, qushlarning axlati. Ba'zi odamlar yegan narsalarini shunchaki tashlab ketishadi. Balki axlat qutilari yo'qligi sabab, axlat qutilari bo'lsa ham juda ham bir-biridan uzoq masofaga joylashganligi sabab. Umid qilamanki do'stlar, meni bu video bilan qo'llaysizlar, like bosing va bu videoni do'stlaringizga ulashib qo'ying. Umid qilamanki siz qachondir New Yorkka albatta kelasiz, o'sha orzu qilgan shahringizga va kelganingizdan keyin umid qilamanki har doim kelganiga rioya qilasiz. Agar bundan ham ko'proq qiziqarli videolar chiqarishimni xohlasanglar kommentariyaga yozinglar va men sizlarning kommentariyalarni albatta hammasini o'qiyman va o'zimga to'g'ri kelgan va sizlarga yoqqan videolarni chiqarishga harakat qilaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'ling, omon bo'ling.